بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله الذي أنزل القرآن وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم به مبشرا ونذيرا وصل على محمد وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله بسم الله. Tövende oturup koymakçı boğan derslikimiz Kur'an-ı Kerim ve onun temilik tefsirleri. Hürmetlik Müslüman kıyırındaşlarımız, bugünkü muşu Kur'an-ı Kerim'nin temilik tefsirlerinden birinci tefsir, birinci derslik Allah Subhanahu ve Taala'ga ihlas bilen kulçuluk kılış. Allah Subhanahu ve Taala'dan quruq qallıqdan, Allah Subhanahu ve Taala'nı hem yaxşı kögellikdən, riyadan, şirkdən, nifaqdan, küfrdən, asilikdən, xiyanetdən, azgulluqdan, her qandaq bir haram, yaman işladın özünü saqlap durup Allah Subhanahu ve Taala'ga halis çoqunuş ve halis ibadet qilish ve taqvardorlik bilan Allah Subhanahu ve Taala'ga kulçuluk qilish. Mana bu dersimizning birinci temasi. Nemişqa Allah Subhanahu ve Taala'ga halis taqvadorlik bilan ibadet qilamiz deb so'ralsa, buningga javob shuki, bu javobni Allah Subhanahu ve Taala o'zi Qur'oni Kerimda bizga po'latdek pokit qilib tushirgan. Deganki, Estaizu billah, bismillah, ya eyyuhan nasu ubudu rabbakumulladhi khalaqakum vallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey insanlar! Allah Subhanahu ve Taala mana bu ayette ne dedi? Ey insanlar, sizlarning yaratıp perviş qilib payg'ambar avatib hidoyat berib tarbiyalagan Parvardigoringlarga qulchilik qilib ibodat qilinglarki, u Parvardigor sizlarni yaratgan ve sizlardan burunqi kishilarni, ya'ni o'tib ketgan ota-bobonglar ve ajdodinglar ve barliq o'tib ketgan ummatning hammasini yaratgan. Umidki sizlar Allah Subhanahu ve Taala'dan qo'rqib, Allah'a xolis taqvodorlik qilib ibodat qilg'aysizlar deb. Allah Subhanahu ve Taala mana bu Sure Baqaraning 21-oyatida bizga ey insonlar deb xitob qildi. Agar Qur'oni Kerimda ey mu'minlar deb xitob qilinsa, u mu'minlarning mu'min ekanligini va mu'minlikni saqlash va mu'minlikni kuchaytirish va mu'minlikni gullantirishda alohida mu'minlar qilingan xitob bo'ladi. Ammo bu oyatda Allah ey insonlar deb barliq inson balasi xitob qildi. Bu oyatning oldida Allah Subhanahu ve Taala Allah Taalaga ishonguchi mu'minlarning sifatlarini, ularning g'aybga ishonadigan, ya'ni Allah Taalani onun dalillari bilan ko'rib ishonadigan, payg'ambar alayhissalatu vassalamning payg'ambarligi ishonadigan, oxiratga, oxiratdagi hisobga, jannat va do'zaxga ishonadigan, farishtalarga ishonadigan ve her bir Allah
Qur'on va hadisda payg'ambar alayhissalom orqali bergan barliq g'aybiy xabarlarga ishonganligini mu'minning sifati qatorida bayon qilgan va ularning namozni o'qiydiganligi va Alloh bergan rizqdan chiqim qildiganligi va Alloh tushirgan barliq kitoblarga bo'libmi mushu Qur'oni Karimga alohida ishonib amal qildiganligi, eng muhimi oxiratda hisob bor deb jazmi ishondiganligi mana musulmonlarning mana shunday xolis e'tiqodli kishilarning nijotlikka erishdiganligini so'zlab o'tgan. Ham shundaqla uning orqasidilla Allah subhanahu va taoloning pokitlari, hujjat dalillari va nasihatlarini anglatsimi, anglatmasimi ta'sir qabul qilg'ili unmaydigan kafirlarning qalbi ko'r, ya'ni haqni qabul qilmaydigan, ularning ko'zlari haqni ko'rmaydigan, quloqlari haqni anglamaydigan kafirlarning sifatlarini bayon qilgandan keyin og'zida iymonni da'vo qilib, qalbida Alloh subhanahu va taologa tangan, o'zi og'zida so'zlagan iymoniga amal qilmaydigan va ishonmaydigan ikki yuzlamachi munofiqning ahvolini bayon qilgandan keyin, ya'ni ularning og'zida iymon aytib, shu iymon orqali mu'minlarni Allohning yo'lidan to'sadigan va dunyo hayotligini iymonni setib haylaydigan, shundoq Allohning qudratlari, Allohning oyat va dalillaridan ibrat olmaydigan, qalbi ko'r, ko'zi ko'r, og'zi gas, ya'ni og'zi gacha, quluqi gas, ya'ni haqni so'zlamaydigan, haqni anglamaydigan, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ular gas, gacha, qarg'u, ular haq taraf qaytmaydi. Ya'ni Allohning baribirlik pokitlarini so'zlamaydigan, pokitlarini anglamaydigan, buni ko'rmaydigan, hamma osmon zaminning orqasida har bir ne'matning keynida Alloh taolo uning hayotlik bir vatqanligi, o'zining har bir tinig'ining Allohdan kelganligi, shu Allohga inson sodiq bo'lmasa, bu inson har qanday bir narsani o'ziga iyi qilib olgan bilan hammasi yolg'on ekanligi, faqat inson har vaqt o'zining yolg'iz ilohi bilan qoladiganligini ko'zi, qalbi ko'rmaydigan, ko'zi ochiq qarg'ulardan iborat munofiqlarning sifatlarini bayon qildi. Andin insonlar deb Alloh subhanahu va taolo so'zlab, yuqorqi qaysi guruh bo'lsin, musulmon, kafir, munofiq, hammanglar sizlarning Parvardigoringlarga ibodat qilinglarki, u Parvardigor sizlarni yaratdi va sizlardan burungi kishilarni yaratdi. Undaq bo'lgan ekan, hech bir qaysinglar yo'qdan o'zinglarni o'zinglar yaratgan emas, balki o'zinglarmi va sizlarning ajdodinglarmi hammasi Allohning yaratishidan dunyoga kelgan ekansizlar. Shu yaratgan Allohga dunyoda qandoq millatdan bo'linglar, shu Alloh qulchilik qilish, shu Alloh xolis ibodat qilish har birisinin majburiyati deb Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda bizga Allah subhanahu va taologa xolis qulchilik qilishga buyurdi. Hammamizni Alloh bundan keyingi hayotimizda Allah subhanahu va taolo xolis qulchilik qilishni nasib qilsin. Har birimizni Alloh bu dunyoda haqiqiy iymon bilan, oxiratdami haqiqiy jannat kiradigan, asqitadigan tavhid aqidasi bilan, ya'ni Allah mening ilohim, payg'ambar alayhisalom mening payg'ambarim, din mening islomim degan e'tiqod bilan sirat kavrakdan o'tishni nasib qilsin. Allah subhanahu va taolo o'ziga cho'qinishning pakitlarining birinchisini so'zlab shunday dediki, allazi xalaqakum vallazina min qablikum. Ya'ni Allah sizlarni va sizlardan burungi kishilarni yaratgan dish orqali undaq bo'lgan ekan, sizlar dunyoga o'zim chiqib qoldim emas, meni Alloh yaratganligi aniq. Buning fakti ota-onalarimni menimi Alloh yaratgan.
muş arqılıq Allah subhanahu wa ta'alanın barlığını tonay, özemde ve özemdin ilgiri ötüp ketken ümmetler toğurluq nädin keldi? Yani Allah'ın aldığın keldi. Allah'ın yarçılan keldi. Allah'ın aldığı şulamı ketdi. Mämi ketimen. Unda boğan iken hemme kişi dünyaga kelgenlerin hemmesi Allah'ın aldığını kelip Allah'ın aldığı ketken iken mämi Allah'ın aldığı ketimen dep muşu hüccet muş delil arqılıq özünün Allah onu yaratqanlıqdan payda boğanlıqını özünün Allah'ın kul ekenligini tonuşuğa Allah buyurdu. İkincisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yine Kur'an-ı Kerim'de insanların atısı ve anısından ibaret dünyaya kirişki sebep bulgan kişilergimi Allah insanlarını yaxşılık kılışkı buyurdu. Evvelen özüge çokunup, özüge kulçuluk kılış, özünü tunup, halis Allah Teala'ya ibadet kılış, riyagerlikten, haillikten, münafıklıktan, asilikten, azgullikten, şirikten, hali halette Allah Teala'ya halis çokunuş ve hayatlıkta halal bilen haramını ayırıp takvadar buluş, dünya hayatlığa İslami boğan nur hidayet, Kur'an hadisinin kanun ve programlarını ve doğru boğan nur hidayetlerini ve İslami boğan siyaset ve prensiplerini dünyada yürgüzüşke ve dünyada bunu emilleştirişke Allah Subhanahu wa Ta'ala buyurdu. Buyurup onundan kin nemiş kıldı dese şu dünyaya insanların kilişki sebep boğan ata-anıgımı şu ata-anının insanın meydanına kilişki sebep boğan şu tirişçallıqını hürmet kılıp Allah Subhanahu wa Ta'ala manımış ayette evvelen ve qada rabbuke alla ta'budu senin perverdigarın fakat özgürlü ibadet kılışkı hüküm kıldı dep evvelen bizni Allah yaratqaçqa Allah'a kulçuluk kılıp ibadet kılışkı buyurup bulup onundan kin ata-anıgı yaxşılık kılışkı buyurdu, hüküm kıldı. Ya ki senin aldığında o ata-ananın birisi qeyriliq qeytidu ya ikkilisi qeyriliq qeytidu. Şunda boğan vaqtida o ata-ananga esitmegen, o ata-ananga hökürmegen ve ata-ananga esil sözünü qılğın dep Allah Subhanahu wa Ta'ala bu ayette bizning hayatlıqqa kelişimiz onun ilkidan kelgan Allah'a halis çoquruşimizga onundan kin qılgan yaxşılıqlarımızda bizning hayatlıqqa kelishga sebep bo'ladigan ata-anamızning qılgan yaxşılıqlarını hürmetlişimizga Allah Subhanahu wa Ta'ala buyurdu. Onunga cevaben şu ata-anamızga yaxşılık qilishga buyurdu. Qarindoshlarimiz yana Allah Subhanahu wa Ta'ala bizga hayatlıqta iqtisod, mal dünya berip şu mal dünyanın egisi Allah ekanligini Qur'oni Karimda "Mimma razaqnahum yunfiqun" yani biz bergen rizqdan chiqim qiladi. Yani rizqning egisi biz. Yine ayette Tabarakellazi biyadihil mulk ilkida barliq iqtidarchilik bo'lgan Allah katta bo'ldi deb mal mulkning barliq narsaning egisi Allah ekanligini so'zlab bo'lgandan keyin yana Allah insonning kasb tirichalligini hurmat qilib dedi. "Man zalladi yuqridulloha qardan hasana" Allah'a yaxshi qarz beradigan odam deb mu'minlarni yani qarz beradigan narsani Allohga berdi deb hurmat qilib mal egasiga Allah Subhanahu wa Ta'ala xuddi mal egasidan so'rab o mal egasi Allohga bergandek shunda mal egasini hurmat qildi. Qarindoshlarimiz mana buning hammasi nimani bildirdi desa Allah Subhanahu wa Ta'ala hamma shay'ini yaratgan şu Allah Subhanahu wa Ta'ala hammamizga ega biz şu Allohga xolis qulchilik qilsak hammani o'z joyiga to'g'ri qilgan bo'lamiz. Chunki Allah bizni yaratdi va bizning hattoki kasbimizni hurmat qildi va bizning dunyoga kelish sabab bo'lgan ota-onamizni hurmat qildi. Hammasini Allah Subhanahu wa Ta'ala ham o'zi yaratib o'ziga çoqunuşqa, özgü qulchilik qilishga buyurdi. Oxiridagi
Mana muşundaq hamimizni yarışki sebep nima desa, la'allakum tattaqun. Allah subhanahu va taolaning azimatlik, qudratlik sifatlari bo'lgan, intiqom olguchi, kuchli, qahr qilguchi, qodir, qudratlik, ziyon saralaydi, intiqom olalaydi, hisob olalaydi degan mushundaq azimatlik, qudratlik sifatlarining tutishiga, Allah'ның g'azabiga yo'liqib qilishdan saqlanishimiz uchun. Ya'ni Allah g'azab qiladigan shirk, kufri, osiylik, xoinlik, gunoh ma'siyat, haromga tushish, riyogarlik, har turli yomon eski ish, qilmishlarni qilishdan saqlanishimiz uchun. Allah subhanahu va taolaning go'zal sifatlariga yuzlanishimiz uchun. Ya'ni Rahman, rahim qiladi, Rahim mu'minlarga alohida jannatni beradi, G'afur kechiradi, rizq beradi, tövbesini qabul qiladi, degandek Allah subhanahu va taolaning yana Razzaq, ya'ni Allah subhanahu va taolo har qanday ishga rizq beradi degan Allah subhanahu va taolaning yaxshi sifatlariga tinib Allah taoladan bu dunyodami rahmat, oxiratdami Allohning jannatiga erishishimiz uchun xuddi Allah Qur'oni Karimda "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja" bir kishi Allohdan taqvodor bo'lsa, har qanday bir kishi Allah o kishiga chiqishni ato qiladi. Bu dunyodami, oxiratdami va o'ylamagan yerdan Allah rizq beradi degan shu Allah Qur'onda degandek Allah subhanahu va taolaning rahmat darvosiga, Allah taolaning mag'firat, kechirim qilguchi go'zal sifatlariga tivinib, onunga yelinib Allah taolaning g'azabidan, Allah taolaninki g'azabini keltirib turgan ishdan saqlansak, Allah subhanahu va taolaning rahmatiga erishishligimizni mana shu la'allakum tattaqun degan oyat bilan bayon qildi. Hammamizni Allah subhanahu va taolo dunyo oxirat Allah'ın rahmetiga erishishni nasib qilsin. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain.